Hızır aleyhissalom Bani İsrail bozorlaridan birida yursa, bir odam kelib Allah uchun pul berdi. Hazrat Hızır aleyhissalom yig'lab dedilar. Yo'q pul, bir tiyin yo'q Hızır aleyhissalomda. Pulim yo'q edi-yu, birodar. Allohga iymon keltirgan bo'lsang, Alloh uchun ber. Hazrat Hızır aleyhissalom aytdilar, meni sotgin. Hech pulga olsa olgin, men Alloh uchun deganingda rad qila olmayman. Qul bozoriga olib keldi. Hadi soilni ham qarang qiraligini. Qul bozoriga olib kelib 400 dirhamga sotdi Hızır aleyhissalomni. Rozimisan dedilar Hızır aleyhissalom. Roziman, Xudoga shukr, haqiqiy yaxshi odam ekansan deb ketdi. O'tiribdilar Hızır aleyhissalom, qari yoshlari, ish buyurmaydi, sotib olgan xo'jayin. "No yemayman birodar, meni ishlatgin. Men qul bo'lsam, menga ish buyurmasang, men yevursam nima bo'ladi? Men yemayman to ishlamasdan" dedilar. Xo'jayin aytdi, "Mana shu toshni 6 ta yigit ko'tara olmayotdi. Men kelganimcha shuni bir surib qo'ying." Hızır aleyhissalom, "Ya Rabbi, o'zing kuch-quvvat berdi, halini bir chekkani uzoqroqga surib qo'ydilar." Buni ko'rib xo'jayini hayron bo'ldilar-da, yana aytdilar, yana bir og'irroq ishni buyurdilar. "Yani kelganimcha mana shu ishni qilib qo'ying." Ru 3 kun 4 kun safarga ketganlarida kelsalarki, hali ish joyida bo'lib, a'lo darajada bo'lib turibdi. "Alloh uchun aytgin, sen kimsan?" dedilar. Hızır aleyhissalom aytdilar, "Sir bekitayotgandim, Alloh uchun deganingda aytaman. Men Alloh uchun deganlar joyda to'g'risini aytaman. Men payg'ambarman, nabiyullohman." Yig'ladi hali xo'jayin. "Meni kechiring. Ey Allohning nabiysi, sizga qiyin mashaqqatli ishlarni buyuribman. Alloh onam va otam fido bo'lsin, ey Allohning payg'ambari, meni kechiring. Alloh uchun kechiring." "Ey birodar, albatta kechiraman.